Muhim xabar: O'zbekistonda qor yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 18-yanvargacha kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, haftaning ikkinchi yarmida qator hududlarda qor yog'ishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 15-17 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-14 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, 15-16 yanvarda 5 daraja sovuq, 18 yanvarda 2-7 daraja sovuq, kunduzi 11 yanvarda 5 daraja iliq bo'ladi. 12-13 yanvarda 7-12 daraja iliqqacha ko'tarilib, 14 yanvarda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 14-11 yanvarda 2 darajadan 7 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 11-12 yanvarda 11-16 daraja iliq, 13-14 yanvarda 13-18 daraja iliq, 15-18 yanvarda 2-7 daraja iliqqacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 12-15 yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 16 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 11-14 yanvarda 5 daraja iliq, 15 yanvarda 2-7 daraja iliq bo'ladi. 16-18 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 11 yanvarda 10-15 daraja iliq, 12 yanvarda 8-13 daraja iliq, 13-14 yanvarda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 2 daraja iliqqacha pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-17 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-15 yanvarda 3 darajadan 8 darajagacha iliq bo'ladi. 16-18 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 12 yanvarda 13-18 daraja iliq, 13-14 yanvarda 15-20 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 5-10 daraja iliq pasayadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 16-17 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 12-14 yanvarda 7-12 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 2-7 daraja iliqqacha pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 12-16-17 yanvarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 12-16 yanvarda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. 17-18 yanvarda 2-7 daraja sovuqqacha pasayadi. Kunduzi 12 yanvarda 3-8 daraja iliq, 13-14 yanvarda 5-10 daraja iliq bo'ladi. 15-18 yanvarda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqacha pasayadi. Yanvar oyi uchun prognozlarda ikkinchi o'nkunlikda harorat pasayib borishi, uchinchi o'nkunlikda respublika shimolida kechasi 15-20 darajagacha sovuq bo'lishi ma'lum qilingandi.